Erkaklar eshitmaylar. Ayollar sezyapsizlarmi? Erkak zoti kerak bo'lmay qolyapti. Yana hammasiga ham emas. Hamma erkaklarga tegishli emas bu. Sezyapsizlarmi? Erkak zoti kerak bo'lmay qolyapti. O'zlari aybdor bunga. Dadasi uyda un qolmabdi, o'zing olib kel. Dadasi bolalar mazzasi, o'zing olib bor. Dadasi o'g'ilchani sunnat, o'zing borib bunday kestirib kel. Dadasi o'zing qil, o'zing bor, o'zingga nima bo'lgan degandan keyin hamma yukni ayol o'z zimmasiga oldi. Qo'y shu ko'cha-kuyda ishlab yuribdi, bolam chaqam deyapti, ham topib kelyapti-ku. O'zim qilib qo'ya qolay deb hamma narsani o'zim. Ne qarasangiz hozir metroni ham ayollar boshqaryapti. Katta-katta kranlarda, qurilishlarda ham ayollar. Bundan bir 20 yil oldin bitta ayol mashinada o'tirganni rul unaqa mashina haydayotgan ko'rsa, "Bu ayol mashina haydayapti" deb ajablanardi odamlar. Agar shu ketish bo'lsa, 15 yildan keyin, ana erkak mashina haydayapti. Xola, bunga o'zi sababchi. Agar zurriyot qoldirish uchun erkak kerak demasak, uni ham meditsina